Bugün Çiğhollar hakkında aytib o'taman. Bilganlarim, qilib o'rganlarimiz. Çiğhol turbo giyizishda ikki ahamiyati bor bilamiz. Asosiysi issiqlikni yo'qotmaslik. Gazdan foydalanganda energiyani kerakli yere ishlatish, kerakli yerda ishlatmaslik. Ya'ni tejash. Bu birinchisi. Ikkinchisine kelsak, bilamiz, stashgan tiyinda qolganda turbolar nagruskaga tushadi. Misol uchun issiq qizgandan keyin otopleniyada bo'lsak, otopleniyada turbo kengayadi, uzayadi. Liniya расширение deydi. Liniyasidan uzunasidan kengayadi. Bu vaqtda turboga amortizatsiya vazifasini bajarib berish uchun chexol giyiziladi. Xo'p, birinchi keltirganimiz issiqlikni tejash haqida ozgina aytib o'taman. Issiqlikni tejash misol uchun bizlar chexol giyizganda hozir bizada основной bu turdagi chexollar bor. Keyin metrajli, masalan 2 metrlik chexollar. Bulardan foydalanamiz. Qalinroq kashinasi, lekin bundan shu ichida puzirkali nimalar qoldirilgan, tapmachalka chist ichida havo puzirklar bor. Bu bunda kamroq. O'zingiz bilasizlar, bahasi arzonroq. Bu yuqoriroq. Bundan ham ishlatib turibmiz. Bilasizlar, mijozini olib berishini qarab. Keyin bulardan ham ishlatib turibmiz. Bilasizlar, endi konditsionerlar ham ishlatiladi. Bu более effektivni. Buni qalinlik ham qalin, yumshoq, oddiy kauchuk deb aytiladi, oddiy tilda kauchuk. Xo'p, birinchi o'zi nova kerak issiqlikni tejash deganda oddiy bir hisob-kitob qilib ko'ramiz. Xo'p, tasavvur qilamiz, 50 metr turbo ketdi bir otopleniya montaj qilganda 32 likda bo'ladi. Chexol 32 lik turboni ustida yuradi. Chunki bizlar deshangning narujniy o'lchami kerak, diametr 32 lik. Formuladan keltiradigan bo'lsak, bu formuladan foydalanib 3.14 aylanani topish uchun kerak bo'lgan son ko'paytiramiz. 0.32 ga. 0.032. Bu turban diametri. Keyin bu metr, 50 metr turbo. Bizada 5 kvadrat meydan gelip çıktı. Yani 50 metre turbani, dünyasına 50 metre turbani yaygan vaktimizde 5 kvadrat ploşt gelip çıkardı. Yani bize otopleniyaya qo'shganimizda qizishni boshlagandan keyin 5 kvadrat 50 metre davaysak 5 kvadrata gerekmez issiqlik, to есть 5 kvadrat gerekmez meydana issiqlikni sarflab o'tirgan bo'lamiz. Chexol giysek buni eldan olamiz. Endi chexollarni aytib o'tdim, effektivliklari puluna qarab baravaradi, qalinligi, materiali. Bu 5 kvadrat meydana prosta issiqlikni yuborib bermaslik uchun конечно chexol giysamiz. Shu aytganimni uy egasi bilan kelishgan holda qarshi ikki qo'ldan chiqadi. Endi muhim qismini aytib keldik. Tasavvur etamiz, stashgan ichida qoldi. Biza puperni paykatamiz. Misol uchun puperni paykatdik. Bunda bir mufta, soединитель.
Bu kızıl çizik turboda tasavvur etamiz. Qora çizik üstündeki çexolu. Şimdi bize de sistemalarda 70 adetli maksimum 70 adetliler 80 adetliler yerlerden görüyoruz. Şu holatda ne olsa da bu. Turbo ginyedi, lineyle şiline buladı. Turbo ginyedi. Ginyegende turboga amortizatsiya berish olsa gerek. Amortizatsiya vazifasini bajaruvchi bu chexol bor. Chunki chexol ichida qalin bo'lsa, bu jarayon yaxshi kechadi. Turbo setadi. Yana bana oynaydi. Çünkü uzunluklu bir yere yok etish kerak. Uzunluk, gengaygandan. Nishisi. Keyin nishadadi, sal yana bana oynab, chexolning ichida sovuqlik turadi. Bu jarayon sodir bo'ladi. Ko'rib tursa, kiraylar bu. Chexol bilan tutashgan joylarni tasavvur etsak, ichindagi turboni holati. Endi tasavvur etinglar, chexol yo'q. Chexol bo'lmasa, turboda bu holat bo'lmaydi. Turbo ровный bo'ladi. Ровный. Çünkü her tarafından stechka bilan ekran tut. Turboni yuzasini prямо stechka. Bu holatda turbo ochiladi. Kengayish sodir bo'ladi, bo'lmaydi emas. Faqat bosimni, nagruskani bize payka qilgan ugla beradi. Bize payka qilgan muftaga beradi. Keyin bu her temperatura oynashında atvolni italaydi. Payka joyini nagruskani beradi. So'g'anda qaytadi. Yani qizg'anda shu payka joyimizga beradi. So'g'anda qaytadi. Çünkü bu zavodskiy boshqa yeridan quyilgan joyini nagruska bo'lmaydi. Bo'ladi, tashqaridan stechkani bosimi bilan inakda bo'lib turadi. Stikdan ketadi. Bu holatlar ham bor. Основной nagruskani payka joyiga beradi. Shu uchun bu ahamiyatli joyi stechkani teyinda qoldirsangizlar, qipir turbolarda ehtiyot bo'lasizlar. Qalinroq chexol tanlaganingiz yaxshi. Yana shu gapga qaytamiz, albatta mijoz bilan kelishgan holda mijoz olib bersak. Chexol ham общий hisoblamada biroz chiqadi summasi. Endi yana bir ahamiyatli joyini aytib boramiz. Tasavvur etamiz, turbo. Turbo. Bu chexolni yizganda stechkadan tashqari qolganda uncha endi ahamiyatli yo'q. To'g'ri, bu yerdan pateriya bo'ladi, bu yerdan missiya qolish bo'ladi. Lekin ahamiyati kamroq. Bunda bilsangizlar, ahamiyati kamroq. Lekin stechkani teyinda qolgan holatlarda shunday kiyish kerak. O'zi liboy holatda shunday kiyish kerak. Chunki shuncha metr turbo stechka olingan, chexol olingandan keyin bu polnoценный hamma joyini kiyizgan ma'qul. Issiqlik yo'qotmaslik uchun. Lekin hozirgi chizgan uglim uyushi bo'ladi. Uyushida основной nagruska uzayganda uyushida beradi. Uyushida chexol bo'lsa, biz shu holatni yumshatamiz. Yani nagruska uyushida bo'ladi. Siz tasavvur eting, stechkani ichida undan qoldirdilar. Turbo yengaydi. Bu прямой beton bilan kontakt bo'lib turibdi. O'sha beton stechka quyilgandan keyin turbo o'ynaganda bera beradi. Bunday bo'lsa, amortizatsiya vazifasi 100% bo'ladi. Endi bu jarayon ham ishlash vaqtida bu holat ham vaqtni oladi. Aytganimdek, shu mijoz qisqamasa, tez bu bir vaqtlarda 3 kunda 2 kunda bo'lib bersak, 3 kunda tutib tashlasak, video mijozlar bo'ladi. Qayta naborot qisqamin ishlar, puxta ishlar 3 kunda emas, 5 kunda bo'lib, lekin ish yaxshi chiqsin, mana ishni sifati kerak deb talab qiladigan mijozlar bor. Shularning uyida qisqamin cho'katib o'tirsa bo'ladi. Lekin tushgandan keyin ustalar cho'zib o'tdi.
3 kunda 2 kunda bo'laman deyapti. Lekin o yerlarda endi to'g'ri qiyin bunday ishlash. Vaqtni oladi, bilmayman. Lekin ilojini qilsa bo'ladi. Amallab klientga tushuntirib, sal vaqt oladi. Lekin ishimiz maksimum sifatli chiqadi. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz deb tushuntirib, bunday ishlasak bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Ozgina bilganlarim, tushunganlarim bo'lishdim sizlarga.